Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bitta bo'lma sayt orqali pul ishlash o'rganib o'tamiz va Islomga pul ishlab pul chiqarish ko'rib chiqamiz. Demak do'stlar, videoning boshidan oldin konkursimiz bor. Konkurs g'olibini aniqlab olamiz. Xabaringlar bo'lsa, mana bu ikkita videoda konkurs g'olib aniqlamagandik. Hozir mana shu ikkalasidan ham bitta g'olib aniqlab olamiz. Birinchi bo'lib bundan boshlaymiz. Hop, bu video silkasini olamiz va YouTube random sayt orqali birinchi g'olibni aniqlab olamiz. Bu yerga video silkasini qo'yamiz, fetishni bosamiz, continue va Pikaminursiga o'samiz. Jasurbek Zayniddinov 278 omad debdi. Mana shu ishtirokchimiz konkursda g'olib bo'ldi. Xo'p, endi ikkinchi videodan bitta g'olib aniqlaymiz. Hop, bu video silkasini olamiz va YouTube random saytga bu yerga qo'yamiz. Fetish bosamiz, continue va Pikaminursiga bosamiz. Dilbar Aimova 3968 zo'r debdilar. Mana shu ikkita ishtirokchimiz konkursda g'olib bo'ldi. Telegram kanalimda admin bor. Admin yozsanglar pul mukofot tashlab beradi. Xo'p do'stlar, endi bugungi videoni boshlaymiz. Bugun bizga mana shu sayt kerak bo'ladi. 55 BTC, ya'ni 55 Bitcoin degan sayt. Birinchi bo'lib bundan ro'yxatga o'tib olamiz. Username'ga o'zingiz username yozishingiz mumkin. Ism yozsanglar ham bo'ladi. Bu yerga nomer, keyingi parol, bundan keyingi parol va signal bosib ro'yxatga o'tasiz. Ro'yxatga o'tgandan so'ng bu yerdan o'zingizning akkauntga kirib olasiz. Mana men o'zimning akkauntimga kirib oldim. Mana ko'rishingiz mumkin, biz bu saytda kriptovalyuta bilan ishlaymiz. Ya'ni bu saytda trade qilib pul ishlagan bo'ladi yoki-da pullarimizni ko'paytirib olsak bo'ladi. Bu VIP daraja emas. Hozir boshqacharoq, bunda o'yin o'ynab pullarimizni ko'paytirib olishimiz mumkin. Hop, bu yerda bu kriptovalyuta kurslari. Biz asosan bu saytda mana bu Games bo'lim orqali pul ishlaymiz. Hop, bu yerda eng asosiysi bu yerda mana Red Green o'yin orqali pul ishlaymiz. Bu yerda mana biz hozir rang topishimiz kerak. Masalan, mana nomer 202.17.01.356 o'yinda qaysi rang chiqishini topishimiz kerak. Mana masalan bunda qizil chiqdi. Mana shu keyingi topishimiz kerak. Hop, buni biz topmaymiz. Buni o'zining asosiy kanali bor. O'sha kanaldan biz qaysi rang chiqishini oldindan bilishimiz mumkin. Hozir uni ham batafsil tushuntirib o'taman. Keyin bu yerda mana boshqa o'yinlar ham bor. Boshqa o'yinlarni o'ynasak ham bo'ladi. O'yin o'ynashimiz uchun asosan birinchi bu saytga sarmoya kiritishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda mana depozit bo'limi ustiga bosasiz va mana USTRK 20 orqali bu yerdan saytga sarmoya kiritasiz. Hop, $10 $100 kirsanglar bo'ladi, farqi yo'q. Keyin bu yerda mana Games bo'limiga o'tamiz. Hozir men mana balansimni ko'rsataman. Balansim $466 bor ekan. Xo'p, bu yerda hozir home bo'limiga o'tamiz. Games ustiga bosamiz. Mana Red Green ustiga bosamiz va o'zini Telegram gruppasi, Telegram gruppasida mana masalan bundan keyin qaysi rang chiqishi haqida bashorat qilib boradi, ya'ni o'shalarni aytib boradi. Hozir uni uchun ko'rsataman. Mana o'zining Telegram gruppasi, masalan hozir bizga tashladi. Mana yashil rang deyapti. Mana masalan yashil tanlaymiz. Hozir bu yerda mana 25 sekund qoldi. Hop, eng oxirgisiga qaraymiz. Masalan eng oxirgisi mana yashil tashlagan. Hop, bu yerga mana greenni bosamiz va masalan $5 tikamiz. Mana confirm ustiga bosamiz, confirm. Va mana 8 sekunddan keyin mana ko'ramiz. Va bu yerda mana qizil bilan pushti chiqib qoldi. Bunaqa kamdan kam bo'ladi. Asosiysi mana bu ko'pincha mana qizil bilan yashil chiqadi. Hop, ozgina qaraymiz. Hozir tashlamadi bu yerga. Hop, oxirgisiga qaraymiz. Masalan oxirgisi qachon tashlagan? Mana 16-20 tashlagan.
O bu yerda green. Bu yerga masalan $5 confirm bosamiz. Va kutib turamiz. Va bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana yashil chiqdi. Mana shunday qilib, bu yerda o'zi ko'rsatib turadi. Masalan, bundan keyin qaysi rang chiqishini aytib turadi uzun gruppasida. Hop, keyin o'shanday qilib, pulingizni ko'paytirib olishingiz mumkin. Lekin bu 100% hammasi to'g'ri bo'lmaydi. Bir ikkitasi xato chiqib qolishi mumkin. Mana yana yashil deyapti. Mana green 5 hop o'tib ketdi. Biz pul churtamiz qildik. Mana yana yashil chiqdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Yana yashil chiqdi. Hozir biz pul churtolmadik sababi vaqt tugab qoldi. Hop. Bundan keyingisini kutamiz endi. Bundan keyingisini tashlamadi hozir. Hop, endi qaraymiz. Hozir tashlash kerak. O'zining gruppasini ham qoldiraman. Shunday qilib ko'rsanglar bo'ladi. Yoki-da agar bunga ishonmasanglar, bu yerda chat bo'limida mana 30 sekundlik o'zim chati bor. Bu yerda mana yozib qo'yadi, mana green mana qanchalik to'g'rilik bilsanglar bo'ladi. Masalan, 87% to'g'ri, mana 87% to'g'ri deyapti. Mana o'shanday qilib ko'rsanglar bo'ladi. Hozir yana bir marta ko'ramiz. Mana qizil tashladi. Hozir biz tikmaymiz, prosta qarab o'tiramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda mana qizil chiqdi mana. Tashlagan to'g'ri chiqdi. Mana qizil. Xuddi shunday qilib o'ynasanglar bo'ladi. Bundan tashqari boshqa o'yinlar ham bor. Mana ko'rsanglar ham bo'ladi. Xullas shunaqa sayt. Pul kiritish, pul ishlash hamma o'zining xohishi. Men hech kim majburlamayman. Prosta hozir shunda ishlasa bo'lar ekan. Xullas do'stlar, videoni shu bilan yakunlayman. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimga obuna bo'lishni unutmang.